Bir kishining 5 qizi bo'lib, 5 qizini ham turmushga berib, barcha g'am tashvishlardan qutulib, o'zi uchun qasr uy sola boshlabdi. Ustalardan biri hayron bo'lib, o'g'li bo'lmasa, bu imoratni kimga keragi bor deb o'ylab, qiziqib, uy egasiga savol beribdi. Hoji aka, qizlaringizni uzatibsiz, endi bu uyni kimga solyapsiz? O'zingizdan keyin birorta qizingizga qoldirasizmi? Sizdan keyin bu uy g'alvali bo'lib qolmasmikin debdi. Hoji aka kulib javob beribdi. Bu uy o'zim uchun. Qizlarimga bundan ham ko'prog'ini qoldirdim. Alloh buyursa, ularning sandig'i hech bo'sh qolmaydi. Ularning boyligi mening boyligimdan ham ziyodaroq. Nima qoldirganimni ham bilgingiz keladimi, usta? Unda eshiting. Ularning har biriga yoshligida Voqea surasini yod oldirib qo'yganman. Voqea surasini yod oldirib qo'yganman. Bundan ortiq boylik bo'lmasa kerak. Har bir xonadonning qizi har kuni bir marta shu Voqea surasini o'qib tursa, Allohning va'dasi bor. Shu xonadon hech qachon yomonlik ko'rmaydi. Boyligimning asoschilari ham qizlarim. Ularning ilmlari ortidan Alloh shu kunlarni ko'rishni nasib qildi. Sizga ham shuni tavsiya qilaman. Qizingiz bo'lsa, Voqea surasini yod oldirib qo'ying. Ihsonning mukofoti faqat ihsondir.